Saidova Hilola 93-yil Samarqand Jomboy. Nima masala bo'yicha keldingiz? Total yarali kalit faol davri deb yozdi. Doktorlarga bordim, gastroenterologga. Har oy borardim. Shu 5 yil ichida har oy. Nima foyda berdi va nimaga foyda bermagan joyga tinmay borib kelaverdi? Necha marta tashqariga chopasiz? 6-7 marta. 6-7 marta sutkasiga. Oqiringni o'zi tushadimi yoki axlat bilan birga qo'shilib tushadimi? Juda ko'p oq, birinchi Juda oq ko'p axlat oq. tushadi. Va hammasi bitib ketyapti. Boshqa больницada yotmaydi mendan keyin. Shikoyatni yozyapsiz. Hojat kuniga 6-7 marta chiqaman. Nima o'zgardi? Ancha kamaydi, 3 martaga. 3 martaga. 3 martaga. Qorin sohasida hojat kelganda og'riq bor. Hozir deyarli yo'q. Borgan joylaringizda ham bir natija bormidi shunaqa? Yo'q, bu darajada bo'lmaydi. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Xarajatingizdan rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin.